Alo, assalomu alaykum. Sinsoyka IT o'quv markazida ishladi. Sizga IT o'quv kurslaringiz haqida ma'lumot kerakmi? Bizda kompyuter savodxonligi, front-end, back-end, Python, 3ds Max, AutoCAD kurslarimiz bor. Xo'sh, qaranglar, ishchilarning ishga ketgan vaqtini hisoblash uchun Excelda jadval tuzib hisob-kitob qilamiz. Qaranglar, ishga kelgan vaqtiga soat 8 qo'yamiz, misol uchun. Ana endi shu 8 raqamini to'liq jadvalda hammaga qo'yib Papkamizda Visual Studio Code dasturida ochamiz. Ochganimizdan keyin asosiy fayllarimizni yaratamiz. Index.html hamda style css. Index.htmlda tayyor struktura yaratamiz va tashqi cssda ulovlamiz. Mana bunday ko'rinishda. Margin top beramiz. Tepadan necha bo'lishi kerak o'quvchilar? Margin top bizada 150 pikselda tushishi kerak. Menga dars o'tishlar yoqadi, qiziqarli qilib o'tadilar har doim. O'yinlar keyinsa har doim veb-saytda taxlaymiz darslarda qiziqarli bo'lishi. Shunga intilishlar ham bor bizda. Vaqti bekor o'tmayapti, qiziqqan narsasi bilan shug'ullanyapti. Odam o'zini qiziqqan narsasi bilan shug'ullanishi ham dam olish ham ishlash deydi-ku. Biz Instagramda 10 mingta bo'ldik.